Bonklarga e'tibor berishingiz kerak. Bu annarazli, ya'ni bir martalik bo'lishi kerak. Hop, xala va tuz deyshadi. Shularga ham hammasiga foyda. Hijomani qanday foydalari borligi to'g'risida bugun videoda to'liq yoritib berishga harakat qilaman. Ketdik. Hijoma so'zi arab tilidan olingan bo'lib, hijom, ya'ni so'rib olish degan ma'noni bildiradi. Hijomani siz bilmagan 4 ta faktni videoni oxirigacha ko'ring. Hijomani siz ham olgingiz kelib qoladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Meni ismim Muxtorov Muhammad. Hijoma sohasi bo'yicha 6 yildan beri Doktor Muxtorov klinikasida o'z faoliyatimni olib boraman. Bugun sizlarga hijoma to'g'risida juda qiziq faktlar va qiziqarli ma'lumotlarni berib ketishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Menga obuna bo'lishni unutmanglar, layklarni bosinglar. Qani ketdik. Birinchi faktimiz, hijoma o'zi nima? Hijoma so'zi arab tilidan olingan bo'lib, hijom, ya'ni so'rib olish degan ma'noni bildiradi. Qadim-qadimdan bu hijomani ota-bobolarimiz hamma ko'proq hijoma bu dinga taalluqli bo'lganligi uchun bizani yurtimizda keng tarqalgan bo'ladi. Xo'p, hijoma aslida kimlarga va mumkin, kimlarga mumkin emas va hijomani qanday foydalari borligi to'g'risida bugun videoda to'liq yoritib berishga harakat qilaman. Ketdik. Xo'sh, hijoma nimalarga foyda va hijoma o'zi aslida sistemasi, ya'ni uni qonun qoidalari qanaqa? Hijoma yomon qonlarni chiqarib tashlaydi, natijada qon aylanishi yaxshilanib, qon yengillanadi. Bonkali hijomani o'zi qaysi tomirdan olinadi degan savol bor. Bu birinchisi. 3 xil qon tomiri bor. Arteriya, vena, kapillar qon tomirlari. Bonkali hijomada kapillar qon tomirlaridan olinadi. Kapillar qon tomiri kesish natijasida olinadi. Yonimda turgan narsaga hayron bo'lgan bo'lsangiz kerak, bular nimalar? Bular bonkali hijomaga kerak bo'ladigan eng asosiy narsalardan biri. Chunki bonkali hijomada eng asosiysi bu gigiyena, ya'ni tozalik. Tozalikka e'tibor berish kerak. Xo'p, men bonkali hijomada eng muhim 4 ta narsa nima deb aytilsa, mana shularni sanagan bo'lardim. Sizlar bonkali hijomaga borganda nimaga e'tibor berishimiz kerak deb so'rasanglar, men shularni quyidagilarni sizlarga aytib o'taman. Birinchisi, eng avvalo bonklarga e'tibor berishingiz kerak. Bu annarazli, ya'ni bir martalik bo'lishi kerak. Yoningizda ochib ko'rsatilishi kerak. Обязательно bu kerak. Ikkinchi navbatda men lezvani ko'rishinglarni tavsiya qilardim. Lezvani ham o'zi arzimagan pul. O'zi shu narsalar, hamma narsa annarazli qimmat turmaydi. Berayotgan pulinglarga nisbatan bu narsalar arzon. O'shaning uchun borishinglarda birinchi navbatda so'raladigan narsa bu bonka va lezva. Har bir bemorga iloji boricha annarazli nasos ishlatish kerak. Bu so'rg'ich deyiladi. Ko'pincha shu bonkani tortadi. Xo'p, bu 3-o'ringa qo'yardim. 4-o'ringa bu annarazli perchatkalar. Bu ham juda muhim narsa. Bu 2 barobar muhim deb hisoblayman. Birinchisi bu bemor uchun, ikkinchisi o'zingiz uchun. O'zini hurmat qilgan odam annarazli narsalar ishlatadi, ya'ni bir martalik. Xo'p, o'zi hijomaga juda ko'p narsalar ishlatiladi. Yog' ishlatiladi, spirt, perix va hokazo narsalar ishlatiladi. Iloji boricha eng asosiy hijomaga kerak bo'ladigan narsalar shu 4 tasi. Shu 4 ta narsasi bo'lgan hijoma xonalarda bemalol ko'nglingizni to'q qilib hijoma olishingiz mumkin. Undan ham eng afzali, eng yaxshisi bu hijoma qilayotgan odamni kayfiyati. Kayfiyati deganda qanaqa tushunishimiz mumkin? Sizlarga qilayotgan e'tibori, munosabati, yaxshi muomalasi, xulq-atvori, xushchaqchaqligi bu hijoma olayotganda juda muhim rol o'ynaydi. Masalan, hijoma kayfiyatga juda bog'liq tomoni bor. Masalan, hijoma olayotganda sizni kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, hijoma olishda effekti ham, rezultati ham yaxshi bo'ladi. Bonkali hijoma ham, chertma hijoma ham ikkalasi ko'pchilik nazdida bitta hisoblanyapti. Yo'q, bonkali hijoma boshqa, chertma hijoma boshqa. Bu mavzuyimiz faqat bonkali hijoma to'g'risida ketyapti. Ya'ni bu sunnat hijoma to'g'risida gap ketyapti. Xo'p, bonkali hijoma kimlarga mumkin va nimalarga foyda? Nimalarga foyda bilan gaplashamiz. Xo'p, eng asosiysi, har qanday qon olishni bitta foyda tomonini aytaman. Eng birinchisi, qolganlarini ham gaplashamiz. Bu qon aylanishini yaxshilash. Ikkinchisi bu qon quyuqligini suyultirishga olib chiqish. Bosh og'riq, davleniya, cherepnoy, migren, sababsiz bosh og'riqlar, qo'lovdagi shovqin, boshdagi g'um hammasiga foyda beradi. Endi bo'yindan boshlasak, bo'yin osteoxondrozi, bo'yin protruziyasi, bo'yin grijasiga ham juda foyda. Yelka qismidagi yelka qotishlari, osteoxondroz, yelkada ham osteoxondroz juda ko'p uchraydi. Xo'p, xala va tuz deyshadi. Shularga ham hammasiga foyda.
va ko'krak qafasi. Ko'krak qafasidagi osteoxondroz, protruziya va grijaga ham juda foyda. Hamma joyda qon aylanishi yaxshilanadi. Bel qismida yana nimalarga foyda? Eng asosiysi erkaklarning nozik tomoni bo'lgan prostataga juda foydasi bor. Shu tochkalari ham bor. Masalan, hop, bel osteoxondrozini gapirdim, protruziyasini gapirdim va grijani gapirdim. Yana nimalarga foyda bo'lishi mumkin? Bu pochka va jigar uchun juda foydali. Qon aylanishini yaxshilaydi. Masalan, qotishlar bo'ladi, insonda qanaqadir tanalarda qotib qoladi. O'shalarga ham juda foydasi bor. Oyoq qismi, ya'ni oyoq, boldir, son, tovon, shpora, hamma yoqni tochkalari bor. Kuchli mutaxassis hijomatchiga borsangiz, o'zingizdagi bo'layotgan muammolarni to'liq va tushuntirib bersangiz, ular shunga moslab o'zini tochkalari, 3D tochkalari bo'ladi, o'shalarga qo'yib berishadi. Bonkali hijomani salbiy asoratlari bormi? Ko'pchilikda kelayotgan savollardan biri. Shuni ham aytib o'tib ketamiz. Ko'pchilik bonkali hijomani salbiy asoratlari juda ko'p deb o'ylayapti. Yo'q, unaqa emas. Aslida noto'g'ri hijoma qilish natijasida qaytarish, ya'ni qaytish yoki noto'g'ri muolaja bo'lib qolishi mumkin. Eng avvalo bonkali hijoma olayotganingizda bir mutaxassisga borayotganingizda o'zingiz ixlos qo'yib, shunga ishonib borsangiz va u ishongan odamingiz sizni ishonganingizni biladi. Ko'zlaringizdan yoki muomalangizdan biladi. Aslida bonkali hijomachi mutaxassislar hozirgi O'zbekiston sharoitida juda kuchli mutaxassislar. O'zingizlarni kuchli professional mutaxassislarga ishonib topshirishingiz mumkin. Bonkali hijomani yana bir nojo'ya ta'siri bo'lishi mumkin. Qanaqa? Masalan, gigiyenaga muvofiq ishlamaslik, ya'ni tozalikka qarash kerak. Eng avval xonani tozaligi muhim. Annarazviy, ya'ni bir martalik ishlatiladigan mahsulotlarni ham aytib o'tib ketdik. Endi xonani haroratidan tortib tozaligigacha. Keyin ishlash jarayonlari. Ishlash jarayonlarida ham juda tozalik bilan e'tibor berish kerak. Bonkali hijoma qanday kasalliklarga davo bo'la oladi? Erkaklarda zaiflik, ayollarda hayz buzilishi, bo'g'im va mushak og'riqlarida, osteoxondroz, protruziya, grijalarga yordamchi sifatida bonkali hijoma foydalanadi. Agar sizda shu ko'rib turgan joyingizda qatingizdadir og'riq paydo bo'lgan bo'lsa, doktor Muxtorov bonkali hijomani tavsiya qilaman. Agar shunaqa foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar, like va kommentariyalarni unutmanglar. Har doim sizlarning xizmatinglardamiz. Sog' va salomat bo'linglar.